Xo'sh, hozir senga birinchi navbatda kela qol kompotni uyini ko'rsataman. Davay bo'la qol. Xullas, u ancha-muncha avval yo'qolib qoldi va menga qo'ng'iroq qilishdi. Men esa hozir aytgancha eshik qulf ochish uchun esa kalt kerak. Hozir Ritildan olib kelamiz. Mayli. O'shandan beri uni qidirib yuribmiz. Hozir uyni ochsa senga ko'rsataman nimalarni topishga muvaffaq bo'lganmiz. Xo'sh, mir uyida yaxshi. Kela qol. Boryapman. Xo'sh, mana shu yerda yashashi kerak agar adashmasam. Xo'sh. Mana shu yerda Ritel kirishga mumkinmi? Kiraveringlar. Yo'q, nima bo'ldi? Hali uxlayotibsanmi? Yo'q, bugun mazam yo'q biroz. Shunaqami? Tushunarli. Bu do'stim Michael tanish. Michael hozir o'rnimdan tura olmayman. Hech qisi yo'q, Ritel, yotaver, dam ol. Katta rahmat. Xullas, Ritel sendan kalt so'ramoqchi edik kompotni uykini. Shu yerda stol ustida turibdi. Ajoyib, afsuski biz bilan bora olmaysan. Biz qidiruvni o'zimiz davom ettiramiz unda. Merni kuzatasizlarmi? Shunday qilamiz. Faqat unga hammasini aytib beray. Okey, bo'pti, omad. Xullas, hozir borganimizda ko'rsataman. U yerda deraza singan. Xo'sh, singan bo'lsa-chi? Va u yerda juda ham ko'p qon bor. Ya'ni sindirgan vaqti odam, ya'ni o'sha ishni qilgan kishi qo'lini kesib olgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, va o'sha qo'lini kesib olgan odam bilasanmi kim? Kim? Bizning mer. Ko'ryapman, juda ham ko'p qon. Juda ham chuqur yara bo'lgan. Qayerdan bilinglar mer ekanini? Chunki qishloqda undan boshqa hech kimni qo'li bunchalik yaralanmagan. Kecha ko'rib qoldik. Yur, senga orqa tarafdan ko'rsataman. Xo'p. Qayerda? Kel, bu yerdaman. Qanasan? Mana. Yaxshi. Hozir. Mana ko'rdingmi qanchalik ko'p qon oqqanini? Jennerson. O'zi qo'lini kesib oldimi yoki boshqa biror yerni? Menimcha qo'lini. Axir boshqa narsa tiqmasa kerak bu teshikka. Bilmadim. Sen nima qilgan bo'larding? Men har xil teshiklar